Judayam eksklyuzivniy avtomobil. Nastoящий S-klass plus komfort uchun дополнительный zavodskoy ustanovkalar bor. Bugun sotuvimizda individual komplektatsiyada BMW 740 long versiyasi состояние просто ideal. 2007-yil probeg atiga 177 ming kilometr. Dizayniga prosta yoma, haligacha vidi bor. Даже yangi koreyskiy, kitayskiy avtomobillar oldida ham fora beradigan joylari ham bor. Endi komplektatsiya bogati deganim, individual deganim, bu esa qaranglar. Individual komplektatsiyada korolevskiy rangidan salon bo'ladi. Ikkinchi qatorda отдельный обогревlari, ikkita monitor plus выдвижной stoliklari ham bor. Отдельный klimat kontrol va плавающий сиденье pamitlari bilan холодильникgacha mavjud. Oldi qatorda esa restyling monitor qo'yilgan, двухзонный klimat kontrol, multirul, adaptivniy kruiz kontrol, distronigacha bor. Juda ham ko'p zamonaviy texnologiyalari bor. Haligacha tsenitsa qiladigan narsalar. Bunaqa krasavchik BMW 7 сказочном состоянии narxiga keladigan bo'lsa, 20 ming dollarga berib yuboramiz. Постоянный klientimizga, a также obunachilarimizga обязательно kichkina bo'lsa ham, lekin skidkamiz bor.